Assalomu alaykum. Qibray tumanida Salar mahallasida mana shunaqa 140 kvadrat metr xonadon sotilyapti. Yo'da 165 kvadrat metr. Bu xonadon remontsiz, причистовая отделка bo'lgan. Bu xonadon полностью remonti bilan. Xuddi shunaqa xonadonni yana remontsiz varianti ham bor. Xonadonga kirib hozir ko'rsataman hammasini. Mana bu yerda bitta mashinaga parkovka joyi bor. Svet, gaz, suv, hamma kommunikatsiyalar o'tkazgan. Bu yerda mana kuxnya joylashadi. Zal, vanna, tualet. Butun xonadon bo'yicha cho'pli pol o'tkazilgan. Remont bilan jihozlangan, полностью tayyor. Ikkinchi etajda ham cho'pli pol. Patolog balandligi 3 metr. Ikkinchi etajda mana bitta spalnya, kichkinasi. Dushovoy bilan sanuzel, tualet. Mana bu yerda ham bitta spalnya, o'zini balkonchasi bilan. Mana balkonchasi, oynadan manzara mana bunaqa. Chiroyli, havosi toza joy, Qibray o'zlaring bilasizlar. Tozasi havo. 3-chi spalnya. Narxiga keladigan bo'lsak, 81.500 remonti bilan 71.000 bez remont, причистовая отделка bilan. Aloqaga chiqinglar, tez orada ko'rsatamiz.